Prezidentimizning qishloq xo'jaligida klaster tizimini tashkil qilish bo'yicha bergan topshiriqlari sabab bugun Buxoroda ham agrar tarmoqda imkoniyatlar ko'lami kengaydi. Yo'lga qo'yilgan zanjir tizimi asosida yengil sanoatda tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlar qamrab olinib, viloyatning eksport ko'rsatkichlari kun sayin yuqorilab bormoqda. Mana misol uchun, davlatimiz rahbari 2023-yil Buxoroga tashrifi chog'ida mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklidagi Qorako'l kumush kalava to'qimachilik fabrikasining yangi liniyasi faoliyatiga start bergan edi. Ip kalavani qayta ishlab, undan yarim tayyor mahsulot holida mato ishlab chiqarish loyihasi doirasida hududning yana 320 nafar aholisi aniq ish o'rniga ega bo'ldi. Bundan salgina avvalroq, yana ham aniqroq qilib aytganda 2019-yilda umumiy qiymati 73.7 milliard so'mga teng, yillik quvvati 3000 tonna ip kalava ishlab chiqarish loyihasi ishga tushirildi. 2023-yilda qiymati 39.1 milliard so'mga teng, yillik quvvati 8 million paganometr to'qima mato ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Bu esa korxona imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Korxona nafaqat iqtisodiy foyda keltirmoqda, balki yoshlarni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish, ularning kasbiy malakasini oshirish uchun ham katta imkoniyat yaratyapti. Shu sababdan ham Qorako'l kumush kalava fabrikasi iplar birlashib mato bo'lgani kabi odamlarning mehnati va orzulari uyg'unlashib, baraka va yuksalishga eltuvchi maskanga aylanmoqda. Ushbu tashabbus sabab korxona rahbari Asror Mansurov qishloq xo'jaligi xodimlari kuni oldidan davlatimiz rahbarining tegishli farmoni asosida shuhrat medali bilan taqdirlandi. Davlat rahbarimiz tomonidan klaster faoliyatiga juda katta e'tiborlar qaratilyapti. Buni qator farmonlar, qarorlar, yangi imzolanayotgan islohotlarda ko'rishimiz mumkin. Juda katta yengilliklar, mehnatimizga yarasha korxonalar faoliyatini tiklash, eksportini yo'lga qo'yish uchun juda katta yo'llar ochib berilyapti, islohotlar qilinyapti. Tantanali marosimda biz kabi agroklaster rahbarlari munosib taqdirlandi. Bu juda ham kamtarona mehnatimizni e'tirof qilinishidan juda to'lqinlanib ketdik. E'tirof biz uchun, bizning jamoamiz uchun juda katta mukofot deb o'ylayman. Bu bizga juda katta motivatsiya beradi. Keyingi faoliyatimizda shu qishloq xo'jaligida qilayotgan ishlarimiz, har bir gektar yerdan olinadigan hosildorlikni ko'paytirishga, har bir gektardan to'g'ri keladigan ishchi o'rinlarni ko'paytirishga va tekstil mahsulotlarni, paxta mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga e'tiborni qaratishga va'da beramiz. Paxta tolasini qayta ishlash orqali kumush kalava ishlab chiqarayotgan jamiyat klaster korxonalariga yaratilgan imkoniyat sabab to'qima matoni xorijga eksport qilmoqda. Dastlab 2019-yilda 3 million AQSh dollarlik mahsulot eksportini amalga oshirgan korxona o'tgan yil bu ko'rsatkichni 4,5 million dollarga yetkazdi. Joriy yil yakuni bilan jamiyat Xitoydan keltirilgan eng so'nggi rusumdagi dastgohlar yordamida Yevropa davlatlariga eksport ko'rsatkichini 7 million dollardan oshirish istagida. Mahsulotlarni asosan Rossiya, Turkiya va Yevropaning ayrim davlatlariga eksport qilamiz. Korxonamizda 400 dan ortiq ishchi, xizmatchi ishlaydi. Bu asosan bu ishchilar o'zimizning tumandagi ishsiz xotin-qizlardan tashkil etadi. Keyingi bosqichlar endi o'sha paplin mahsulotlarini bo'yab, tayyor qilib, tikish sexlarini ishga tushirish, paganometr paplin mahsulotlarini yetishtiramiz. Bu mahsulotlarni 250-300 taga yana ortiqcha ish kuchi bilan ta'minlanadi. 3000 gektarga yaqin maydonda 10 ming tonnadan ortiq yuqori sifatli paxta xomashyosi yetishtirayotgan mazkur korxona ip kalavani qayta ishlab, undan yarim tayyor va tayyor matolar tayyorlashga ixtisoslashgan bo'lib, ularning salmoqli qismi Rossiya, Xitoy, Turkiya, Belorussiya kabi xorij davlatlariga eksport qilinmoqda. 3,5 gektar maydonda bunyod etilgan fabrika qisqa vaqt ichida yuzlab aholini ish bilan ta'minladi. Mahalliy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi ortdi. Korxonada to'quv sexida katta to'quvchi operator bo'lib ishlayman. Ishimiz asosan o'sha mashinkani uzilgan iplarini ulab, kelayotgan mahsulot sifatini tekshirishdan iborat. Ishimiz o'zimizga qiziq uchun ham qiyinchilik tug'dirmaydi. O'sha mana shu tayyor kalava iplardan mato ishlab chiqarish bu juda ham qiziq jarayon. Asosan 8 soat ish rejimida ishlaymiz. Bir oyda 22-23 ish kuniga to'g'ri keladi. Juda ham yaxshi sharoitlar, yoshlar, ayollar doimiy ish o'rniga egamiz. Hozirgi kunda mana shu sohaning yetuk mutaxassislari bizga eng ilg'or texnologiyalar bilan ishlashda o'zlarining bilim va ko'nikmalarini berib kelishyapti.
va biz oldimizda turgan maqsadimiz mana shu mahsulotimiz sifatini yanada yuqori darajaga ko'tarish va o'sha jahon bozoriga chiqib o'zimizni brendimizni yaratish. Korxonada bugungi kunda 400 nafardan ortiq ishchi mutaxassis muntazam faoliyat olib bormoqda. Xodimlar uchun yaratilgan qulay mehnat sharoitlari ularning samarali ishlashiga, oilalarning barqaror daromad topishiga zamin yaratmoqda. Bugun korxonaning yillik ishlab chiqarish hajmi juda salmoqli. Bu yerda yiliga 10 million paganometr pishiq, sifatli mato va 3000 tonna ip kalava ishlab chiqarilyapti. Mana 2025-yil misolida oladigan bo'lsak, hosildorlikning ko'payishi bizni klasterimiz uchun juda katta paxtani qabul qilishimizga yo'l ochib berdi. Biz bu paxta xomashyosini chuqur qayta ishlab, kalava ip, mato, tayyor to'qimachilik mahsulotlarini yangi bozorlarga olib chiqishga, eksport bozorlariga olib chiqishga harakat qilamiz. Shuhrat medali bilan taqdirlanishim menga juda katta motivatsiya berdi. Men bu bilan keyingi 2026-2027 faoliyatimizda juda katta jamoamiz bilan birga mehnat qilib, mana shu hosildorlikni oshirishni, chuqur qayta ishlashni, qishloq xo'jaligidagi agrotexnikalarni mexanizatsiyalashni, jadallashtirishni oldimizga reja qilganmiz va bu o'rinda harakatimizni qilamiz. Maqsadni katta olayotgan korxonalar shunga yarasha rag'batni his qilishyapti. Davlat rahbarining e'tibori sabab mehnati munosib rag'bat topayotgan agrar soha vakillari esa yurt ravnaqi, aholi farovonligi, hududlar obodligi yo'lida munosib ulush qo'shishmoqda.